Bugun dasturimizda dunyodagi muhim voqealar haqida gaplashamiz. Gazodagi vaziyat yanada keskinlashmoqda. Rossiya droni NATO davlatida portladi. Yevropa faol harakatga o'tdi. Qirg'iziston 21 tonna tarvuzni O'zbekistonga qaytardi. AQSh va Eron muzokara qilmoqda, urush taqdiri esa hal bo'lish arafasida. Biz xabariga ko'ra, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu armiyaga Gazo hududi ustidan nazoratni 70% ga yetkazish bo'yicha topshiriq berdi. Uning aytishicha, hozirda sektorning qariyb 60% nazorat ostiga olingan. Oldin 50% edi, endi 60% ga yetdik. Mening vazifam bu ko'rsatkichni 70% ga olib chiqish, dedi u nutqi davomida olomon orasidan kimdir 100% bo'lsin deb qichqirdi. Netanyahu esa qadam-ba-qadam boramiz, avvalo 70% dan boshlaymiz. Har tomondan bosimni kuchaytiryapmiz, deya javob berdi. Isroilning Gazodagi nazorat hududlarini kengaytirishi 2025 yil oktyabr oyida AQSh prezidenti Donald Trump vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga zid ekani aytilmoqda. Benyamin Netanyahuning bu bayonoti Isroilning Gazoga hujumlari davom etayotgan bir paytda yangiradi. Xabarlarga ko'ra, oktyabr oyidagi sulhdan beri Gazoda kamida 738 nafar falastinlik halok bo'lgan. Netanyahu bir necha bor Isroil armiyasi hududning 60% dan ortigini nazorat qilayotganini ma'lum qilgan. Holbuki, o't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ra, Isroil qo'shinlari sariq chiziq deb ataluvchi demarkatsiya hududigacha chekinishi kerak edi. May oyida taqdim etilgan 15 bandli tinchlik rejasi esa Hamasni qurolsizlantirish va Isroil qo'shinlarini Gazodan to'liq olib chiqib ketishni nazarda tutadi. Isroil va Hamas o'rtasidagi bilvosita muzokaralar hozircha boshi berk kachaga kirib qolgan. 2026 yil 12 may holatiga ko'ra, Gazoda 72742 nafar falastinlik halok bo'lgani, 172565 nafari esa jarohatlangani ma'lum qilingan. Qurbonlar orasida kamida 21283 nafar bola borligi aytilmoqda. Ayni paytda Yevropada ham xavotirli hodisa yuz berdi. Ruminiya Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, 29 mayga o'tar kechasi Rossiyaga tegishli dron Galats shahridagi ko'p qavatli turar joy binosiga urilgan. Zarba oqibatida binoning 10 qavatida yong'in kelib chiqqan va dronning portlovchi qismi portlagan. Hodisa natijasida 2 kishi jarohat olgan, ularga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, xavfsizlik maqsadida 70 nafar aholi evakuatsiya qilinib, yong'in bartaraf etilgan. Ruminiya Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hodisa sodir bo'lgan kechada Rossiya Ukraina chegarasi yaqinidagi fuqarolik va infratuzilma obyektlariga dronlar bilan hujum uyushtirgan. Dronlardan biri Ruminiya havo hududiga kirib, Galat shahridagi turar joy binosi tomiga qulagan. Uni kuzatish va zarurat tugilganda zararsizlantirish uchun harbiy aviatsiya kuchlari safarbar etilgan. Havo hududini himoya qilish bo'yicha ogohlantirish rejimi e'lon qilingan va vaziyat nazorat ostiga olingan. Yevropa ittifoqi rahbari Ursula von der Leyen Ruminiyadagi turar joy binosiga dron tushishi yuzasidan bayonot berdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yana bir bor Yevropa chegaralariga ta'sir ko'rsatdi. Rossiya droni Ruminiyaning aholi yashaydigan hududiga qulab, tinch aholiga zarar yetkazdi. Bu hodisa Yevropa ittifoqi hududida sodir bo'ldi. Biz Ruminiya va uning xalqi bilan to'liq hamjihatmiz, dedi u. Shuningdek, Yevropa ittifoqi sharqiy chegaralardagi xavfsizlik choralarini kuchaytirishi va Rossiyaga nisbatan bosimni oshirishi, jumladan, yangi sanksiyalar paketini tayyorlayotganini ma'lum qildi. Qirg'iziston O'zbekistondan olib kirilgan 21 tonna tarvuzni ortga qaytarib yubordi. Bu haqda Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga tayanib mahalliy nashrlar xabar berdi. Tarvuzlar 28 may kuni do'stlik punkti orqali fitosanitariya nazorati davomida tekshirilgan. Tekshiruvda karantin ostidagi mahsulot qadoqlarida majburiy markirovka yorliqlari yo'qligi aniqlangan. Bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining fitosanitariya talablarini buzish hisoblanadi. Shu sababli yuk Qirg'iziston hududiga kiritilmagan va qonunchilikka muvofiq ortga qaytarilgan. Bu Qirg'iziston karantin qoidalariga rioya etilmagani sababli O'zbekistondan mahsulotlar qaytarilgan ilk holat emas. 2025 yilda ham Qirg'iziston O'zbekistondan eksport qilingan 3-5 tonna pistani ortga qaytargan edi.
Bunga mahsulot qadoqlarida majburiy markirovka yo'qligi sabab bo'lgan. Shu yili eksport qilingan 21 tonna qovun ham ortga qaytarilgan. Tekshiruvda qovunlar fitosanitariya sertifikatida ko'rsatilmagan somon ustida tashilgani aniqlangan. Somon yuqori fitosanitariya xavfiga ega bo'lib, unda begona ot uruglari bo'lishi mumkin. 2026 yil yanvar oyida Qirg'iziston 27 tonnaga yaqin piyozni O'zbekistonga qaytargan. 26 tonna 978 kg piyoz fitosanitariya tekshiruvdan o'tkazilgan, ammo zarur sertifikat va yuk markirovkasi yo'qligi sababli mahsulot ortga qaytarilgan. Mart oyida 80 mingdan ortiq qachat O'zbekistonga qaytarildi. Tekshiruvda ular Qirg'izistonga olib kirishga ruxsat etilmagan o'simliklar ro'yxatida yo'qligi aniqlandi. Shu sababli yuk ortga qaytarildi. AQSh va Eron muzokarachilari qurolli mojaroning tugatilishi hamda yadroviy masala bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun o'zaro anglashuv memorandumi loyihasini tayyorlashni yakunladi. Biroq prezident Donald Tramp hujjatni hali ma'qullamagan, deb Axios xabar berdi. AQSh va Eron muzokarachilari o'zaro anglashuv memorandumi bo'yicha kelishuvga erishdi. Unda sulhni 60 kunga uzaytirish va Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarni boshlash ko'zda tutiladi, deb portal manbalariga tayanib yozdi. Aksariyat shartlar kelishilgan, biroq yakuniy tasdiq uchun ikki davlat yetakchilari roziligi kerak. Keyinroq Eron tomoni amerikalik muzokarachilar bilan bog'lanib, Tehronda zarur ruxsatnomalar olinganini ma'lum qildi. Bu haqda Eron hali rasman bayonot bermagan. Portal ma'lumotiga ko'ra, amerikalik muzokarachilar kelishuv tafsilotlarini Donald Trampga yetkazgan, biroq u memorandumni darhol imzolamagan va uni ko'rib chiqmoqchi ekanini bildirgan. Manbalarga ko'ra, memorandum doirasida 60 kun davomida Hormuz bo'g'ozida kema qatnovi cheklanmaydi va erkin bo'ladi. Eron 30 kun ichida minalarni tozalashi kerakligi ham qayd etilgan. Hujjatda Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishga urinmaslik majburiyati ham bor. Bitim amal qilsa, yuqori darajada boyitilgan uranning taqdiri va umuman uranni boyitish masalasi bo'yicha muzokaralar davom etadi. AQSh esa sanksiyalarni yumshatish va muzlatilgan Eron aktivlarini ochishni ko'rib chiqadi.